Hozir internetda qayeriga qaramay, eringizni sevmaganligini belgilari sizni restoranga ovqatlanishga olib bormay qo'yadi, sizga sovg'alar olib bermay qo'yadi degan videolarga ko'zimiz tushadi. Lekin real olib qarasak, eringizni sevishini birinchi belgisi uyingizda piyozingiz bormi? Kartoshkangiz bormi? Moyingiz bormi? Ochmasmisiz? Sevgan erkak birinchi o'rinda och qoldirmaydi. Ro'zg'orini bori o'sha sevgidan bitta belgi. Yana bitta belgisi farzandlaringizda, ularning borligida, ularni yaxshi ko'rishligida. Ba'zi bir erkaklar juda seryozni, tepa xotiniga mehr bermaydi, sevmaydigandek o'zini tutadi. Bolalarini jonidan ortiq ko'radi. Vot shunaqa erkaklar ham xotinini sevadi. Sevmagan erkakni 10 ta bola ham ushab tura olmaydi. Farzandlaringizni sevyaptimi? Sizni ham sevadi degani. Kechqurun sizni oldingizda uxlayaptimi? U ham sizni sevadi degan belgi. Ana shuni real gapiraylik. Sovg'a,